Assalomu alaykum akalar ukalar. Bitta qiziq narsada mana hozir bu Rossiyaning yo'li o'sha Moskvaning ichida MKAD razрешенный tezlik 100. Hozir misol uchun 80 ketyapman men. Данный момент. Впереди камера на разметку. Orqamda mashinalar kelyapti. Merslar ham, Jeeplar ham, boshqasi ham, zo'r ham, arzoni ham, qimmati ham. Hech qaysi biri margayta ham qilmaydi, boshqa ham qilmaydi. Palasani ham uncha hech qaysi biri aralashtirmaydi o'zidan o'zi. 40 minutdan beri kelayotgan bo'lsam yo'lda hali birontasi palasani aralashtirmadi. Faqat o'sha bitta palasaga tushib oladi, ketaveradi. Platni yo'lda endi bu. Men pulni to'ladim, bo'ldi, men 100 yurishim kerak, yo'l ber, boshqa unaqa narsa yo'q. Mana bu kameradan qaranglar, mana buni. Voy, o, ancha ko'p bu. Bu lekin radar emas, kameralar. Oddiy kameralar. Palasa mana 5 ta 6 talik palasalar. Mana yonimda ham, oldimda ham hech kim yo'q. Orqamda mashinalar kelyapti bo'lmasam, hech qaysi bir obgon ham qilib o'tmaydi. Hali ham 80 ketyapman. Ha, mana bittasi o'tdi. Buratino namozga o'xshirkan. Qizig'i. Bizada bo'lganda shu nima bo'lar ekan-a? Signal chalib, yo'l ber, shoshyapman. Tezlik 100, nimaga 100 yurmayapsan? Ha, taksilar endi uncha yo'lni o'zgartirib turishadi, bular tezroq yurishadi, tezlikka ham qarashmaydi. Sababi nima desa bo'ladi, pul topish kerak bular. O'shanga uncha obgon qilib, boshqa qilib 100 razрешен bo'lsa ham 120 yurishadi, boshqa qilishadi. Qolganlari hammasi shu. 100 bo'lsa 100, 80 bo'lsa 80 tezlik. Mana BMWga tortib oldimda ham. Tez yura olmaydi deysizlarmi? Ham tez yura oladi. Впереди камера на разметку. Orqamda ham BMW kelyapti, Mers kelyapti. Hech qaysi biri obgon qilib o'tishga harakat qilmaydi. Bizada bo'lganda nima bo'lar ekan shu narsalar? Shu 6 ta palasani ham kelisha olmasa kerak, xudo xolasa. Platni yo'llar ochilsa.